Bugungi kunda barqaror rivojlanish g'oyasi jamiyat taraqqiyotining asosiy yo'nalishlaridan biriga aylangan. Shu boisdan Renessans ta'lim universitetida o'tkazilayotgan barqaror rivojlanishni ta'minlash, yashil iqtisodiyotning o'rni va ahamiyati mavzusida Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi bo'lib o'tmoqda. Mazkur anjumanda mamlakatimizdagi oliy ta'lim muassasalari, ilmiy tadqiqot institutlari, professor-o'qituvchilar, ilmiy xodimlar hamda talabalar ishtirok etdilar. Tadbirda barqaror rivojlanish tamoyillarini amalga oshirishda yashil iqtisodiyotning o'rni, ekologik xavfsizlikni ta'minlash, raqamli texnologiyalar va innovatsiyalarni integratsiyalash masalalari muhokama qilindi. Renessans ta'lim universitetida olib borilayotgan xalqaro konferensiya bu barqaror iqtisodiyotda yashil iqtisodiyotning o'rni, ahamiyati to'g'risida borayotgan ekan. Albatta bu yerda barqaror iqtisodiyotni 3 ta ustuvor yo'nalishi bor. Anjumanda yashil iqtisodiyot va barqaror rivojlanish nazariy asoslari, ekologik xavfsizlik va iqlim o'zgarishi, raqamli texnologiyalar va moliyaviy yechimlar hamda ekologik ta'limni rivojlantirish kabi yo'nalishlarda ma'ruzalar tinglandi. Endi mana bugungi konferensiyamiz, anjumanimiz haqiqatda dolzarb muammoni ko'tarilgan yashil iqtisodiyot va raqamlashtirish. Men shu bo'yicha ilmiy maktabim ham bor, Agrouniversitetda shu faoliyat olib boriladi. Shu bo'yicha mana bir o'rtacha oxirgi yildan hisoblasa bir 20 ta kitobim chiqdi. O'zi 70 ga yaqin bo'lib qoldi kitobim. Tadbir yakunida ishtirokchilar O'zbekiston Respublikasining yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasida belgilangan maqsadlarni amalga oshirishda oliy ta'lim muassasalarining faol ishtiroki muhimligini qayd etdilar.